Assalomu alaykum. Men 4G guruh talabasi Dadajonov Hoshimjon bo'laman. Mahalliy tadbirkor ishlab chiqaruvchilar bilan suhbat asosida video tayyorlandi. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bizda hozircha mana mustaqil ish mavzuyimiz bo'yicha aniq korxonaning marketing faoliyatini tahlil qilish bo'lyapti. Shu korxonani tahlili bo'yicha bir kerakli ma'lumotlarni video orqali yozib olishga ruxsat berasiz. Albatta. Keling sizni korxonamiz faoliyati va ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishtirib o'taman yaqinda. Rahmat. Jahongir aka, korxona faoliyati 2021-yilda ishga tushgan dedingiz. Ko'p respublikaning ko'p nuqtalarida ish faoliyatini olib boryapmiz dedingiz. Ishchi kuchlari keyin shu 2021-yilda ishlab chiqarish boshlagan paytingizda qanaqa korxona faoliyati olib borilgani, hozirgi kunda qanaqa faoliyatga erishildi? 2021-yilda biz asosan past kuchlanishdagi elektr shkaflarini yig'ish, ishlab chiqarish bilan shug'ullanganmiz va o'z navbatida shunga yarasha bizda yillik оборотimiz ham past bo'lgan va yillar mobaynida bizda ishlab chiqarish turkumimiz, hajmi va mahsulot turlari oshib bordi qadam-ba-qadam. Masalan, o'tgan yili yillik оборотimiz 20 milliarddan oshgan va bu yil 30-40 milliardga olib chiqishni reja qilib turibmiz. Asosan Jahongir aka, bu qaysi korxonalarga masalan u kondensator uстановкалari masalan ishlatiladi? Asosan neft, gaz qazib chiqaruvchilar va katta zavodlar, misol uchun potrебленияsi juda ham katta bo'lgan zavodlarga 6-10 kilovolt dvigatel yoki nasoslar ishlatiladigan joylarga qo'yiladi. Raqobatchilaringiz narx oshsa, siz raqobatchilaringiz bilan qanday raqobat qilasiz? Endi raqobatning asosiy unsuri bu narx emas, albatta sifat, servis obsluživanyasi, garantiya условиялari va srok поставкалari ham raqobatning unsurlaridan hisoblanadi. Ya'ni raqobat bardoshlarimiz bilan yagona biz raqobat qiladigan yo'nalishimiz bu albatta narximiz. Narximizning shu hammobligi, sifatni maksimal darajada Rossiya standartlariga olib borishga harakat qilyapmiz. Servis garantiyalarimizni mavjudligi, undan tashqari xizmat ko'rsatishimiz va puska naladkani ham qilib berishimiz. Shu rahmat Jahongir aka. Sog' bo'ling, kelib turing. Albatta kelganingizdan juda xursandman.